Yumshoq kuch chegaralari. Ba'zi skeptiklar yumshoq kuch g'oyasiga e'tiroz bildirishadi, chunki ular kuchni buyruqlar yoki faol nazorat nuqtai nazaridan tor doirada tushunadi. Ularning fikriga ko'ra, taqlid yoki jalb qilish kuch emas. Umuman, taqlid yoki jalb etish na siyosiy rejalar ustidan hukmronlik o'rnatishga, na doimiy maqbul natijalarga erishishga yordam beradi. Masalan, 1980-yilda Yaponiya o'zining innovatsion sanoat jarayonlari bilan hammani lol qoldirgan edi. Lekin unga taqlid qilgan boshqa davlatlardagi kompaniyalar o'z bozorlaridagi qudrati pasayishi bilan Yaponiyaga qaytib keldi. Shu nuqtai nazardan armiyalarning tez-tez taqlidga e'tibor qaratishi raqiblarining muvaffaqiyatli taktikasiga barham beradi va bu ko'zlangan maqsadlarga erishishda ko'plab qiyinchiliklarni vujudga keltiradi. Tabiiyki, bunday qarashlar to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin boshqalarni o'ziga jalb qilish, xohlagan natijaga erishishga imkon, deya unutib ham qo'ymaslik lozim. Hokimiyatni faqat buyruqbozlik va nazorat qilish harakatlari deb ta'riflaydigan skeptiklar hokimiyatning ikkinchi yoki strukturaviy yuzini, ya'ni odamlarni tahdidlar yoki to'lovlar orqali xatti-harakatlarni o'zgartirishga majburlamasdan ham istagan natijalarga erishish imkoniyatini e'tiborsiz qoldiradilar. Shu bilan birga, natijaga erishish uchun dastlab yumshoq kuchni qo'llash mumkin va mumkin bo'lmaydigan vaziyatlarni to'g'ri aniqlab olish zarur. Ko'rib turganimizdek, ommabop madaniyat odamlarni o'ziga jalb qiladi va madaniyatlarning asosiy qismi o'xshash bo'lgan holatlarda kutilgan natijalarga erishish orqali yumshoq kuchni ishlab chiqaradi. Barcha kuch holatga bog'liq. Kim qaysi sharoitdan kimga bo'ysunadi. Lekin yumshoq kuch uni ta'qib etuvchilar va to'g'ri qabul qiluvchilarning mavjudligiga qattiq kuchdan ko'ra ko'proq bog'liqdir. Bundan tashqari, jalb qilish ko'pincha tarqoq ta'sirga ega bo'lib, osonlik bilan kuzatilishi mumkin bo'lgan aniq harakatni keltirib chiqarmasdan umumiy ta'sirni yaratadi. Pulni investitsiya qilish mumkin bo'lganidek, siyosatchilar kelajakdagi sharoitlardan jalb qilinadigan siyosiy kapitalni saqlab qolish haqida fikr yuritishadi. Albatta, bunday qarashlar oxir-oqibat o'zini oqlamasligi mumkin va o'zaro tarqoq munosabatlar tezkor ayirboshlashdan ko'ra kamroq ta'sirga ega. Shunga qaramay, jalb qilishning bilvosita ta'siri va o'zaro ta'sir jarayoni savdolashuv sharoitlarida qulay natijalarga erishishda sezilarli farq qilishi mumkin. Aks holda, rahbarlar faqat zudlik bilan to'lovni hamda aniq o'zaro kelishuvni talab qiladilar va bizga ma'lumki, bu har doim ham o'zini oqlamaydi. Shu nuqtai nazardan ijtimoiy psixologlar jozibadorlik va kuch o'rtasidagi munosabatni o'rganuvchi ko'plab empirik tadqiqotlarni ishlab chiqadilar. Yumshoq kuch, shuningdek, boshqa mamlakatlarda kuch bir joyga to'planganda emas, balki tarqoq holda bo'lganda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Diktator o'z mamlakatida odamlarning qarashlariga mutlaqo befarq bo'la olmaydi. U ko'pincha boshqa davlatning muhim yoki muhim emasligini hal qilishi mumkin. Bunda u o'sha davlatning o'z davlati manfaatiga mos kelishi yoki kelmasligini hisoblab chiqishi zarur. Jamoatchilik fikri va parlament muhim bo'lgan demokratik mamlakatlarda siyosiy rahbarlar avtokratiyalarga qaraganda taktikani qo'llash va bitimlar tuzish uchun kamroq imkoniyatga ega. Masalan, 2003-yilda Turkiya hukumati Amerika qo'shinlarini mamlakat bo'ylab olib o'tishga ruxsat bermadi, chunki Amerika siyosati turk jamoatchiligi fikri va parlamentidagi muhim o'rnini sezilarli darajada pasayishiga olib kelgan edi. Aksincha, Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar uchun O'zbekistondagi bazalardan foydalanish Qo'shma Shtatlar uchun ancha oson kechdi. Nihoyat, yumshoq kuch ba'zan aniq maqsadlarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilsa-da, bizning siyosat o'z olamshumulligini pasaytirgandan so'ng 2003-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashida Amerika Qo'shma Shtatlari Chili yoki Meksikaning ovozini ololmaganiga guvoh bo'ldik. Bundan 50 yil oldin Arnold Wohlvers demokratiya yo'lida qulay muhitni shakllantirish uchun mamlakatlar ko'zlayotgan tor doiradagi maqsadlari bilan kengroq doiradagi maqsadlarini ajratib ko'rsatdi. Tashqi siyosatda ikkala turdagi maqsadlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish muhim ahamiyatga ega. Agar Amerikaning turli millatlar manfaatlarini hisobga olsak, masalan, yumshoq kuch
hujumining oldini olish, chegaralarni nazorat qilish va ittifoqchilarni himoya qilishda qattiq kuchdan ko'ra kichikroq ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Ammo yumshoq kuch keng doiradagi maqsadlarni amalga oshirish uchun juda muhimdir. U demokratiya, inson huquqlari va ochiq bozorlarni ilgari surishda hal qiluvchi rolga ega. Odamlarni demokratiyaga majburlashdan ko'ra ularni jalb qilish osonroq. Kerakli natijalarga erishishda jalb qilishning ta'siri holat va maqsadlar turiga qarab o'zgarib turadi, lekin bu uning ahamiyatini yo'qqa chiqara olmaydi. Bundan tashqari, yuqumli kasalliklar tarqalishining oldini olishga, global isishning sekinlashishiga yoki demokratiya yaratishga harakat qilganimizda bizga bombalar va nayzalar yordam bermaydi. Boshqa skeptiklar jahon siyosatida yumshoq kuch atamasi qo'llashga qarshi, chunki hukumatlar jalb qilish siyosatini to'liq nazorat qila olmaydi. Amerika yumshoq kuchining katta qismi Gollivud, Garvard, Microsoft va Michael Jordan tomonidan ishlab chiqarilgan. Ammo ko'plab yumshoq kuchlarning kelib chiqishiga zamin yaratgan fuqarolik jamiyati uning mavjudligini inkor etmaydi. Liberal jamiyatda hukumat madaniyatini nazorat qila olmaydi va nazorat qilmasligi ham kerak. Darhaqiqat, nazorat siyosatining yo'qligi o'ziga jalb qilish manbai bo'lishi mumkin. Chex kinorejissyori Milosh Formanning aytishicha, kommunistik hukumat Amerika tashkilotlarining shafqatsizligi tufayli 12 g'azablangan odam filmini suratga olishga ruxsat berganida Chex ziyolilari shunday deb o'ylashgan. Agar bu mamlakat o'zi haqida bunday darajadagi filmlar yarata oladigan bo'lsa, bu mamlakatda g'urur, yetarli darajadagi kuch, qudrat hamda erkinlik bo'lsa kerak. Firmalar, universitetlar, jamg'armalar, cherkovlar va boshqa nodavlat tashkilotlar rasmiy tashqi siyosat maqsadlarini kuchaytirishi yoki ularga zid bo'lishi mumkin bo'lgan o'ziga xos yumshoq kuchni rivojlantirishi tabiiy hol. Bu hukumatlarning o'z harakati va siyosati yumshoq kuchini susaytirishdan ko'ra kuchaytirishga ishonch hosil qilishiga sabab bo'ladi. Hamda bu ayni haqiqatdir. Chunki yumshoq kuchning xususiy manbalari global axborot asrida tobora muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Va nihoyat, ba'zi skeptiklar so'rovnomalar orqali o'lchanadigan mashhurlik vaqtinchalik ekanligini va shuning uchun jiddiy qabul qilinmasligi ta'kidlaydilar. Albatta, so'rovnomalarni ko'p o'qitishdan ehtiyot bo'lish kerak. Ular yumshoq kuch resurslarining muhim ammo nomukammal o'lchovidir. Chunki javoblar savollarning qanday shakllantirilganiga qarab farqlanadi va agar bir xil savollar ma'lum vaqt davomida doimiy ravishda berilmasa, ular doimiy manzarani emas, balki tezkor tasvirlarni ifodalaydi. Fikrlar o'zgarishi mumkin va bunday o'zgaruvchanlikni hech qanday so'rovnoma orqali bilib bo'lmaydi. Bundan tashqari, siyosiy rahbarlar ko'pincha maqbul bo'lmagan qarorlar qabul qilishlariga to'g'ri keladi. Chunki bu to'g'ri ishdir va agar qaror to'g'ri bo'lib chiqsa, ular o'z mashhurligining yanada oshishiga umid qiladi. Shunga qaramay, so'rovnomalar mamlakat qanchalik jozibador ko'rinishini va noto'g'ri siyosat tufayli yuzaga kelgan xarajatlarni ko'rsatadigan samarali dastlabki taxmindir. Keyingi bobda esa jozibadorlik dunyoda xohlagan natijalarga erishish imkoniyatimizga qanday ta'sir qilishi mumkinligini ko'rib chiqamiz.